Hurmatli tizim xodimlari, ma'lumki mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslarini mustahkamlash, korrupsiyaning oldini olish va ushbu jinoyatlarga qarshi jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali va ta'sirli yo'li bu faoliyatning har bir bosqichida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash hisoblanadi. Jumladan, boshqarma hamda tizim tashkilotlarida ham ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Birinchidan, korrupsiya holatlari haqida xabar berish uchun barcha turdagi aloqa kanallarining ishonch telefoni, elektron pochta manzillari, rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarda uzluksiz faoliyati yo'lga qo'yildi. Ikkinchidan, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida korrupsiyaga qarshi kurash borasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari hamda davlat boshqaruv organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalari kabi mavzular bo'yicha xodimlarning huquqiy bilimlari oshirildi. Shuningdek, targ'ibot va profilaktik tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Uchinchidan, xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalariga xodim mehnat shartnomasi bo'yicha o'z xizmat vazifalarini bajarayotganda korrupsiyaviy xatti-harakatlarda qatnashmaslik, o'z vakolatlarini suiiste'mol qilmaslik kabi qator majburiyatlar bo'yicha o'zgartirish kiritildi. To'rtinchidan, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi va rejasi tasdiqlanib, ijroga qaratildi. Beshinchidan, boshqarma funksiyalari sohasidagi tadbirlar hamda davlat xizmatlarini ko'rsatish borasidagi ishlar to'g'risidagi tafsilotlar, raqamlar, hisobot va ma'lumotlar muntazam ravishda rasmiy veb-sayt, internet tarmog'idagi boshqa sahifalarda hamda jurnalistik va blogerlar ishtirokidagi tadbirlarda, shuningdek, boshqa ommaviy axborot vositalarida yoritib kelinmoqda. Navbatdagi bosqichda boshqarma hududiy bo'linmalari hamda tizim tashkilotlari faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarini yanada kuchaytirish, hujjatlar va belgilangan tadbirlar ijrosini ta'minlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ishonchim komilki, boshqarma jamoasi barcha ishchi va rahbar xodimlar korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan amaldagi qonunchilik hamda idoraviy va ichki lokal hujjatlarga, shuningdek, kasbiy odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etgan holda tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va korrupsiyaga qarshi kurashga oid chora-tadbirlar hamda hujjatlari ijrosini so'zsiz ta'minlash choralarini ko'rishi bo'yicha shaxsan namuna bo'lishadi.